Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 31-dekabr, haftani chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Hurmatli muxlislar, bugun bozor bo'lmas ekan, shuni bir qisqaroq qilib aytib qo'yaylik dedik. Mana hozir bozorda ichkarisiga ham kirib ko'rsatib qo'yamiz. Bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kunlari ertalab hozirgi vaqtlarda shu 6:30larda bozor boshlanib, kunduzi bir 11 gacha bozor bo'lyapti. Bozorga vaqtliroq kelaverasizlar. Endi bugun 31-dekabr bo'lganligi uchun sotuvchi ham yo'q, mana hech kim yo'q deyarli. Endi yakshanba kuni bo'ladi bozor. Keyin ko'p bizni shu qo'ygan videolarga dastavka bormi, qanday bog'lansak bo'ladi deb qo'yishibdi. O'sha videolarda kommentariyasiga sotuvchilarning telefon nomeri hammasiniki deyarli aytilgan. Videoni oxirida telefon nomeri aytiladi bizda. Xo'p, nimaga desa, oldin mahsulot bilan tanish chiqsin shu oluvchi odam. Keyin shu nima kerak bo'lsa, shu mahsulotlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaveradi sotuvchilarga. Mana hali biz ko'rsatadigan sochiq do'kon. Mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, mana. Xo'p, bozor bo'lgan yo'q bugun. Bu Qo'qondi bozori bas bu. Qo'qondi bozori bilan bu bozorning o'rtasida 10 kilometr masofa bor, yo'l masofasi. Bu bozor chorshanba, yakshanba kunlari bo'ladi. Qo'qondi bozori payshanba, yakshanba kunlari bo'lyapti ekan. Xo'p. O'sha Qo'qondi Stoyanka bozorida. Mana hech kim yo'q. Videolar, o'sha biz qo'ygan videolarda oxirida har bitta sotuvchining telefon nomerini agar o'zi aytgan bo'lsa, biz aytib ketamiz. Videoni boshidan oxirigacha ko'ringlar. Xo'p. Shuna gaplar. Endi kelib turgan o'sha 2026-yil mana shu yakshanba kuni videoni ko'rsatamiz. Mana shu bozordan jonli efir qilamizmi?